Xo'jayin, Nima deysan? men jinnimanmi? Kim aytdi sana jinni deb? Ana nimasini aytyapti? Erkakman men. Xo'jayin, mana bu noskir bilan yashash jonimga tegdi. Bu nimaga noskir bo'ladi bu? Bu ayol kishi buni ko'ngliga qaraginsan, tushundingmi? Sizga tegib o'zim nima ko'rdim? Sabzini ko'rdik. Ushni o'lcha. Ushlog'ini любой to'g'ri qo'yiladi. Ko'rdingizmi xo'jayin? Menga qarang xo'jayin. Mana qanday kazzo yurgan. Shunaqa puldor millionerlar yurgan. Bekorlarni aytsan xo'jayin. Buni orqasidan men bilan ana bu Bobik bordi-ku, kichkina ikiz. O'shandan boshqa hech kim yurmagan. O'sha Bobik ham mendan aqlli ekan. Buni bermaganiga ketdi. Mana ahmoq, buni o'yladi men. Sizga degan o'qib baklashgan qopqog'ini ko'rmadim. Qanaqa va'dalar berib tashlagan. Qanday va'dalar, qanday? Sen qopqoq qarzgan ish qilganing yo'q. Xo'jayin, nima deymiz? Uyda 4 ta muzlatgich bor. Bu kishi vanna degan muzlatgich qo'yganishlar. Xo'jayin, eshitding. Valna olishimdan maqsad valnada o'zi aksiya ketyapti. Shunday xolodilnikni ochasiz. Ichida stiker bor. Stikerni o'chiring degan joyda shunday o'chirsangiz, ikkita Damas, bitta Cobalt, bitta Onyx yutib olishi mumkin. Shunga harakat qilyapman. Menga qara, o'zi shuncha narsani olib beribsan. Yana bitta ozgina ko'ngliga qarasang, o'sha bir valna degan muzlatgichni olib bersang o'lasanmi, ha? Olib ber, undan keyin bilgan ishing qilavergin. Vallani olib bersam qutulamanmi? Ha, Rahmat xo'jayin. rahmat xo'jayin. Ayolni rozi qilsang, hamma narsang zo'r bo'ladi. Alo. Tez uyga keling. Keling, o'zingga ye. Mani gapim gap bo'ladi uyda, tushundingmi? Xotinni rozi qil.